Bilaman, hozir oralarimizda ancha-muncha qarzdorlar bor. Yaxshilab eshitinglar. Qarzni ado etolmasdan yurgan bo'lsalaring, qarzni ado etishlikning eng oson, eng qulay yo'li bor. Ana shu yo'lini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam quyidagi hadis shariflarida ta'lim beradilar. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu anna an-nabiy sallallohu alayhi vasallam qol: "Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallohu anhu, va man akhadhaha yuridu itlafaha atlafahu Alloh." Ravahu al-Buxoriy. Imom Buxoriy bobomiz rivoyat qilgan hadis sharifda kim qarzini ado qilishni iroda qilib odamlardan mol olsa, Alloh taolo unga to'lash sabablarini muhayyo qilib qo'yadi. Kim talofat yetkazishni iroda qilib olsa, Alloh unga talofat yetkazadi dedilar. Demak, qarzni o'z vaqtida ado etishlikning eng go'zal yo'li olayotgan paytda niyatni to'g'ri bo'lishi.